Semizligimda sigir deyishardi. Ozganimdan keyin kampir bo'ldim. Hayotimda erkak yo'q, o'zimga o'zim erkakman. Aktrisa Barchin G'ofurovaning achchiq iqrorlari. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Salbiy rollarni maromiga yetkazib ijro etuvchi aktrisa Barchin G'ofurova Darakchi nashrining YouTube kanalidagi intervyusida otasiz o'tgan bolalik yillari, onasi kasallikka chalinganda shifokorlarning mas'uliyatsiz bo'lgani hamda shaxsiy hayoti haqida gapirib berdi. San'atda hech qachon do'stlik bo'lmaydi. Oxirgi vaqtlarda shunday xulosaga keldim. Qiz bolaning dugonalari ham uning do'sti bo'la olmas ekan. Masalan, menda shunday jon jigaringman deb turganlarni ham ko'rdim. Ular ham bir kun baribir oyog'ingga bolta urib ketadi. Shu sabab kimgadir yordam berish kerak bo'lsa, qo'limni tortishni o'rgandim. Chunki yordam berib oxirida o'zim yomonotliq bo'lib qolgan vaziyatlarim bo'ldi. O'tgan 2025-yil shunday saboqlar berdi. Onam mendan ko'ra kuchli, har doim kulib turadigan shifokor onamni saratonga chalinganini, buning davosi yo'qligini aytganda aktrisa bo'lmasam-da, onam oldida o'zimni tutib tura olmaganman. Ko'zimdan o'z-o'zidan yosh quyib kelaverdi. O'shanda onam kulishga kuch topib, "Qizim, shuncha sinovni yengib o'tdik, bunisini ham yengamiz" deganlarda, ularning mendan-da kuchli ekanini bilganman. Chunki o'shanda shifokor bu gapni shunchalar xotirjamlik bilan olib ketavering. O'z dadamni ham saqlab qololmaganman. Onangiz ham o'ladi. Xohlasangiz Hindistonga olib borib davolatib keling deb bemalol aytganda, o'sha vaqtda shokka tushib qolgandim. Chunki hayotimda bitta onam bor. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin deganman. Onam bilan shahar kasalxonasiga Yangi yil arafasida borgan edik. Kasalxona xodimlari sovg'alarni ochish bilan band. Qaraysizlarmi, bemor bor desam, "Ha, kutib turing" deyishdi. Bir indamaysiz, ikki indamaysiz, uchinchisida ham chidaysiz. Oxiri sizning ham joningizdan o'tadi-da, qaraysanmi, yo'qmi, kasal odam keldi, yotibdi bu yerda deysiz-da keyin. Bunday holatlarga ko'p chidolmayman, chunki juda ham his-hayajonliman. Holatga juda kirishib ketib, vaziyatni urush janjallarga aylantirib yuborishim mumkin. Chunki bu yoqda onamdan qon ketib, ahvollari og'ir bo'lib turibdi. Hayotdagi eng yaqin insonim mening, ulardan-da yaqin insonim yo'q. Oxiri "Ha, hozir to'xtab turing" deb kelishadi. Ko'rikka kirganimizdan keyin ham bemalol va xotirjam holda olib ketavering, onangiz o'ladi deydi. Ayrim shifokorlarning yuzi shunchalik darajada qattiqlashib ketgan ekan. Shukrki, yaxshi vrachlar ham bor. Keyin Berunidagi onkologik shifoxonaga qo'ng'iroq qildim. U yerdagilar olib keling bizga deyishdi. Xudoga shukr, o'shalar yaxshi qarab onamni davolab berishdi, deydi aktrisa. Barchin G'ofurova intervyularda otasiz katta bo'lgani, hayotdagi eng katta armoni ekanligi haqida bir necha marotaba aytib o'tgan. U 2025-yilning noyabrida uzoq yillik ayriliqdan so'ng otasi bilan uchrashgani aks etgan videoni sahifasiga joylagan edi. Aktrisa hozirda otasi bilan munosabatlari yaxshi ekanligi, tez-tez qo'ng'iroqlashib, uning holidan xabar olib turishini aytdi. Dadam bilan ora-orada telefon orqali hol-ahvol so'rab gaplashib turamiz. Ular ham qo'ng'iroq qilib tur, uzilib ketma deydilar. Ularning oldiga borganimdagi videoni sahifamga joylagan edim. Dadam bilan ko'rishganimdan so'ng ham nimaga, nima uchun, nima sababdan degan savollarim javobsiz qolib ketdi. Bu savollar hali ham menda turibdi. Avvallari bularni so'raganimda urush janjal bo'lib ketardi. Shuning uchun bu safar borganimda hech qanaqa savol bermadim. Nima bo'larkan dedim. Bu fikrni bloger Nigora berdi. Biz u bilan soatlab ota mavzusida gaplashdik va u hech narsa so'ramasdan shunchaki boring dedi. Uning aytganini sinab ko'rdim. Hammasi yaxshi bo'ldi. Lekin baribir meni qiynab kelgan savollarimga javob ola olmadim va bu savollar meni qo'yib yubormayapti. Xo'p, ota-ona ajrashsa farzandda nima ayb? Nega biz shu tufayli bolalik davrini ko'rmadik? Oilamizda faqat men dadamni qabul qilganman, sababi ko'pchilik menga bu haqda gapirdi. Hayotingga erkak kirib kelishi va yaxshi tomonga o'zgarishi uchun otang bilan munosabatlaringni yaxshilashing kerak. Nafrating tufayli senga yaxshi inson uchramayapti deyishdi. Shu sabab va yana umraga borib kelganimdan keyin otamni ham olib borishga niyat qilganim uchun ular bilan yarashdim. Akam bilan bolalikdan ota mehrini ko'rmay katta bo'ldik. Onam bizga ham ota, ham ona mehrini berdi. Bolalik davrini ko'rmay juda erta katta hayotga qadam qo'ydik. Eng katta afsusim
bola bo'lmaganim deb bilaman. Bolaligimdagi bitta maqsadim muzlatkichimizni to'ldirish bo'lgan va hozirgi kunda bu maqsadimga erishdim. Gohida muxlislarning izohlardagi og'ir gaplari ta'sir qiladi. Darhol javob qaytarayotgan vaqtimda onam bu shashtimdan qaytaradi. U qo'y, javob qaytarma, o'chirib tashla, aytsa aytaversin deydi. Semizlik vaqtimda Golland sigiri. Yana shunga o'xshash so'zlar yozishgan bo'lsa, ozganimdan keyin kampir deydigan odat chiqarishdi. Bu gap so'zlar menga og'ir botadi. Onam bilan Instagramimiz ulangan, shuning uchun ba'zida bu kabi izohlarga yozgan javoblarimni ko'rib qolib o'chirtiradi deydi u. Uyda dardimni eshitadigan 4 ta mushugim bor. Buni xalq ham biladi. Shu 4 tala mushuk menga mehribon. Oyimning aytishlaricha ular hattoki ishdan kelayotganimda eshikning oldiga tizilib olishar ekan. Mushuklarimni yaxshi ko'rib barakam deyman. Chunki ba'zi vaqtlarda oxirgi pulimga ular uchun ovqat olib kelsam, Alloh yana menga pul beradi. Lekin hayotimda erkak yo'q. O'zimga o'zim erkakman. Bilaman, tanholik faqat yaratganga xos. Kutyapman, peshonamga yozilgani bordir. Shu kungacha hayotimda muhabbat mavzusi bo'lgan, yashirmayman. Buni avvalgi intervyularimda ham aytgan bo'lsam kerak, biroq uydagilar rozi bo'lmagan, boshqasiga uylanib ketgan. Bu aktrisa-ku deyilgan vaziyatlar ham bo'lgan. Bu mavzuni yopdim, qaytib ochmaylik. Chunki u vaziyatlardan qanday o'tganimni faqat o'zim bilaman. Sevgidan, do'stlikdan, xiyonatkorlikdan charchadim, deydi Barchin G'ofurova. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.